Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, ismim Eldor Akram va sizlar bilan 57-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nga, yuzga, mingga va hokazo sonlarga bo'lish. Bundan oldingi darsimizda ham aytib o'tdik. O'nning darajalari desak ham bo'ladi. Xo'p, o'nli kasrni o'nga bo'lganda qanday bo'linadi? Ana endi o'nli kasrni o'nga bo'layotganimizda virgul bir katak chap tomonga suriladi. Masalan 18,4 bo'ladigan bo'lsa, o'nga bo'lganimda virgul chap tomonga suriladi va natijada 1,184 hosil bo'lar ekan. Yana qaytaraman. Bo'lishda virgul chap tomonga surilar ekan, 0 nechta bo'lsa shuncha katak. Demak, o'nli kasrni o'nga bo'lganda 1 katak chap tomonga suriladi, o'nli kasrni 100 ga bo'lganda 2 katak chap tomonga suriladi yoki o'nli kasrni 1000 ga bo'lganda 3 katak chap tomonga suriladi. Nima uchun? Chunki 1000 ning 3 ta noli bor, shu uchun. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nga, yuzga, mingga va hokazo sonlarga bo'lish. Ya'ni o'nning darajalariga bo'lish. Xo'p, bu ham o'nli kasrni demak o'nga, yuzga ko'paytirishlarga demak o'xshab ketadi. Faqat farq qiladigan jihati o'nli kasrni o'nga yoki yuzga yoki mingga ko'paytirganda virgul o'ng tomonga surilgan bo'lsa, bo'lishda esa virgul chap tomonga suriladi. Ya'ni nima demoqchiman? Hozir demak misol yordamida tushuntirib o'taman. Qarang. 48,7 bo'lingan 10 berilgan. O'nning esa nechta noli bor? Bitta noli bor. Demak, biz virgulni bir katak chap tomonga suramiz. Ya'ni bo'lishda virgul chap tomonga suriladi. Eslatib o'taman, ko'paytirish bo'lganda virgul o'ng tomonga surilardi. Bo'lishda esa virgul chap tomonga surilar ekan, 0 nechta bo'lsa, shuncha katak chap tomonga suramiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek, demak, o'nning bitta noli bor. Demak, virgulni bir katak chap tomonga suraman. 48,7 edi. 4,187 ga aylandi. Ya'ni virgul chap tomonga surildi bir katak. Xo'p, ana endi navbatdagi misol. 18,3 bo'lingan 100. Xo'p, 100 da nechta nol bor? 2 ta nol bor. Demak, men virgulni chap tomonga 2 katak surishim kerak. Demak, bir katak sursam, 1 bilan 8 orasiga kelib qoladi. Yana bir katak suradigan bo'lsak, chap tomonga chetga chiqib qoladi va bunaqa holatlarda virgul 0 buton qilib yoziladi. Ya'ni o'ng tomonga chiqib qolsa virgul yozilmas, to'g'rimi? Chap tomonga surilganda barcha sonlardan ham chap tomonga o'tib qolsa 0 buton qilib yozishim kerak. Demak, virgulni 2 katak surishim kerak edi. 1 katak sursam 1 bilan 8 orasiga kelib qoladi virgul. Yana bir katak suriladigan bo'lsa, 1 dan ham oldinga o'tib ketadi. Shu uchun ham 0 butun 1000 dan 183 bo'lib qoldi. Demak, mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Aslida virgul qayerda edi? Aslida qayerda edi? Mana bu yerda edi. Ya'ni 18,10 dan 3 mana shu yerda edi virgul. 100 ning 2 ta noli bo'lganligi sababli virgul haqiqatan ham mana 2 katak chap tomonga kelib qolgan mana. 2 ta raqam bor orasida demak. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi misollarga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. Keyingi misolimiz 4,148 bo'lingan 100. 100 da demak 2 ta nol bor. Demak, virgulni chap tomonga 2 katak surishim kerak. 1 katak sursam 0,1000 dan 448 bo'ladi. Ya'ni 0,448 bo'lib qoladi. 1 katak surganimda yana 1 katak suradigan bo'lsam 0,0448 bo'lib qoladi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, 0,10,000 dan 448 hosil bo'lyapti. Bu yerda tekshirib ko'rishingiz mumkin, virgul aslida qayerda edi? Virgul aslida qayerda edi? Mana bu yerda edi virgul, to'g'rimi? Mana shu yerda edi. Endi qayerda? Mana bu yerda bo'lyapti. Necha katak surilgan? Albatta 2 katak surilgan. Ya'ni 100 ni 0 2 ta bo'lganligi uchun 2 katak mana chap tomonga surilyapti. 1 katak surilsa bu yerga kelardi, yana 1 katak surilyapti. Demak, 2 katak chap tomonga suryapmiz. Xo'sh, navbatdagi misol. 17,3 bo'lingan 1000.
Bunda ham vergul chap tomonga suriladi, faqat nechi katak? 3 katak. Nima uchun? Chunki mingning noli 3 ta. Xo'p. Demak, bitta surib boramiz. Vergul bir katak surilsa, mana bu yerga kelib qoladi. 1 bilan 7 ning orasiga. Demak, biz esa 3 ta surishimiz kerak. Bir katak surilgan deb mana bu yerga kelib qoldi. Yana bir katak surilgan 0.173 bo'lib qoldi. Yana bir katak surilganda 0.0173 bo'lar ekan. Ya'ni 0.10 mingdan 173 hosil bo'ldi. Yana tekshirib ko'rishingiz mumkin, vergul aslida qayerda edi? Mana bu yerda edi. Ya'ni 17.3 da 17 dan keyin edi. 7 bilan 3 ning orasida edi. Endi-chi? Endi mana bu yerga kelib qoldi vergul. Xo'p, necha katak surilyapti? Mana sanab ko'rishingiz mumkin. 3 katak surilyapti. Ya'ni orada 3 ta xona bor. Chunki mingning noli 3 ta edi. Xo'p, o'quvchilar, bu o'nli kasrni o'nga, yuzga, mingga bo'lish edi. Bu darsimizning oxiri edi. Xo'p, birinchi navbatda darsimizni kamida 12 marotaba ko'rishni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha